O'zbekistonda qo'shni davlatimiz, jigarlarimiz Tojikistonning bayrog'ini yerga qo'yib ko'ramiz. O'zbeklar bunga qanaqa reaksiya qilishadi? Bayrog'ini olib chetga olib qo'yishadimi yoki-da Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nima bayrog'ini oldingiz aka chetga? Bu Tojikistonning bayrog'i, to'g'rimi aka? Bizning qo'shni davlatlarimiz Tojikiston aka. Hurmat qilamiz biz Tojikiston davlatini. Ozdan to'g'ri ish qilmayman. Yo'q, to'ppa-to'g'ri ish qilasiz. Ko'pchilik omad deb bayrog'ni sizdan bosib o'tib ketishdi. Bittasi olganingizcha aka, men sizga pul beraman. Nima yoki? Men bitta 4 million so'm sizga aka. Telefoningiz bormi? Ha, bor aka. Onlayn oson pul topishni o'rgataman-da. Xohlasa sizga ham o'rgatib qo'yaman. Mayli. Telefoningizni bering. Bu men Telegramim aka. Onlayn pul topsangiz bo'ladi. Agar nimadir ortiqcha savolingiz bo'lsa, men bitta profilga kirsangiz, men lichka bor. Mana shu lichkaga yozsangiz, hamma savolga javob topsangiz bo'ladi. Polni o'rgataman hammasini. Akasiga yana bir marta rahmat. Krasavchik lekin. Tojikiston Bapesh.